Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Umra Abdulvohid kanalining ashaddiy obunachilari, omonmisizlar? Yanvar oyida ota-onamni umra safariga jo'nataman, yaxshi tur firmadan jo'nataman deb so'rayapti. Inshaalloh hozirgi paytda biz Centrum Holdings kompaniyasiga yetib kelganmiz, chunki Ulug'bek akam yanvar oyida narxlarni juda ham chegirmadi, juda ham aksiyaga tushgan narxlarni qiziqarli narsalarni Ulug'bek akam chaqirib aytaylik shu narsalarni. Obunachilaringizni bilaman, juda ham qiziqqon, ota-onasini umra safariga jo'nataman deydi, yo bo'lmasa o'zlari oilaviy bo'lib ketaman deydiganlar juda ko'p bo'lishadi. Sizlarni kuttirmagan holatda Ulug'bek aka bilan ozgina suhbat quramiz. Qiziq ma'lumotlar bo'lsa, agar kommentariyada like bilan bizni qo'llab-quvvatlang, chunki bu video ko'proq insonga tarqalsa, siz sababchi bo'lib tarqalib qolsa, inshaalloh kimdir umra safariga borsa siz orqali misol siz kimgadir tarqatdingiz shu videoni, o'sha like bossiz, kimgadir repost bo'ldi bu video. Inshaalloh savobi sizga ham bo'lib qoladi degan umiddamiz, xudo xohlasa. Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Assalom. Omonmisiz? Siz Ulug'bek aka, bugungi videomizni iltimos qilib qolaman. Bu kommentariyalardan bundan oldingi videomizni aytishdi. To'liq yashirmasdan borini aytinglar. Madina Munavvaradagi, Makka Mukarramadagi gastinisalarni ham hammasini ochiq ro'yxat gapirib beringlar deyishadi. O'shuning uchun yana siz bilan video qilishga qaror qildim aka. Xo'p bo'ladi. Xo'p, aka, endi yurtdoshlarimizdan juda ham ko'p tushayotgan ma'lumot. Asosiy reyslar qatdan bo'lyapti hozirgi paytda? Xo'p, hozirgi kunda asosiy reyslarimiz 6 ta viloyat bo'yicha Samarqanddan, Termizdan, Toshkentdan, Farg'ona, Andijon, Namangandan Primor reyslarimiz ham Madina Munavvaraga ham Jiddaga Primor reysda tushadi. Jidda shahriga. Jidda shahriga. Yana bitta narsasi bo'lyaptiki, 50 boshi 50 taga bitta bo'ladimi yo 50 boshdan qo'shimcha yordamchilari ham bo'ladimi? Xo'p, 50 boshchisi 50 ta odamga bitta bo'ladi. Etgacha ketgandan keyin, etga borganda, ziyorat qilayotganda, umra qilayotganda, umra badallar qilishayotganda yordamchilardan obязательно qarashib yordam qilib borishadi. Xo'p, aka, yana bitta dolzarb bo'lgan muammolar bitta narsasi, yana yozishayotgan narsalar. Madina Munavvarada, mayli Madina Munavvarada o'zlari ham aytishadi kommentariyada. To'g'ri aytayotgan bo'lsa kommentariyada to'g'ri deb yozib keting, chunki kommentariyada yozgan narsangizni men so'rayapman. Ulug'bek aka, nimani yozsiz kommentariyada o'shini men so'rayapman Ulug'bek akadan. Ulug'bek aka, Makka Mukarrama degan so'rashyapti. Aniq lokatsiyasi, necha kilometr, qancha masofa? Xo'p, Makka Mukarramada 1,5 kilometr orasida joylashgan mehmonxonamiz bo'ladi. Erta mehmonxonamizda avtobusda 5 daqiqalik, agar svetoforga ikkita svetofor bor, agar svetoforni topib beradigan bo'lsangiz 1 daqiqadan hisoblaydigan bo'lsa ham 7 minut bo'ladi. Piyada misol yosh bizdaqa odamlar bo'lsa 10 daqiqada, yosh kattalar bo'lsa 15 daqiqada piyada kirib chiqadi. Ha, haramga. Hozir Ajiyat ko'chadami shunda? Xo'p, Ajiyatdan chiqishda ko'chasida joylashgan mehmonxonamiz, Ro'zgarda mehmonxonamiz bo'ladi. Pitay Ajiyat ko'chasiga tushadi. Pitay Ajiyat ko'chasiga tushadi. Do'stlar, xudo xolasa yanada qiziqroq ma'lumotlar olib berishga harakat qilaman. Yana bitta narsa, Ulug'bek aka, firma nomidan nima beriladi? Xo'p, firma tomonidan kamzir, so'mka, beji beriladi. Qaytib kelishlaringga 5 litr zamzam suvi sovg'a qilinadi firma tomonidan. 5 litrli zamzam suvi ham sovg'a qilinadi. Keyin yana bitta narsa bor, Qo'rqon zavodi-chi. Xo'p, Qur'on zavodi haftada 3 kun dam kuni, 4 kun ish kuni. Ish kuni to'g'ri kelsa, xudo xolasa uysiz olib kirib chiqaramiz. Dam kuniga bo'lsa olib kiramiz, chunki davlat zavodi edi. Xo'p, aka, turli litsenziyaga firma. Hozirgi paytda biz gilamni ofisda o'tiribmiz. Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa gilamni ofisda o'tiribmiz. Endi qarang, yurtdoshlarimizni kuttirmagan holatda yanvar oyini qaysi paytgacha qanaqa narx, qaysi paytdagi qanaqa narx o'zi aytmoqchi, qaysidir oyda o'zgarib qolishi mumkin deyasiz. Kunda masalan Ramazon oyi ham yaqin, mana 1.5 oy vaqt qoldi, o'zi ozgina vaqt qoldi. Yurtdoshlarimiz men kelganimda ham ko'rdim, bolalar Ramazon oyiga ham ma'lumot berishadi, konsentr bolalaringiz. O'sha narsalarga ma'lumotlarni qanday qilib sizlardan olish mumkin va narxlarni aytib o'tsangiz. Xo'p, ekranda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsa, hozirgi yanvar oyidagi narxlarimiz siz aytayotganimiz tushdi deganimiz. Xo'p, Toshkent shahridan $1000 qilib aytdik, standart paketlarimizni. Samarqand, Termizdan $1050dan, xo'p, Vodiydan ham $1050dan bemalol standart paket bo'yicha borib kelishlar. Hozir oyda oxirigacha shunda, yo bo'lmasa yarimigacha. Hozir kunda oyda 15-kungacha shunday narxlarimizda, undan keyin ham yo narxlarni tushib qolishi mumkin, yo sal ko'tarilib qolishi mumkin. Xo'p, do'stlar, meni kanalimda arzon paket chiqmasligi mumkin, lekin ishonchli, garantiyali borib kelishingizga 100% javob beradigan turlar chiqishi mumkin. O'shuning uchun sahifamga obuna bo'lib qoling. Bundan ham qiziqarli, bundan ham narx arz aytaman, men qayta aytaman. Menda arzon narx chiqmasligi mumkin, lekin sifatli tur chiqishiga garantiya bera olaman. Chunki turli litsenziyaga tur ega firma, litsenziyasi joyida. Masalan, Ulug'bek akam o'zlari shu firmada xodim bo'lib ishlaydilar. Masalan, qatta kelayotgan kimdirni videoga olib ketavermayman men. Chunki har doim ishonchli bo'lsin, yurtdoshlarimiz, yosh katta, hojona, hojotalarim qiynalmasin degan tarzda men harakat qilaman har doim.
Do'stlar, o'shuning uchun bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Meni ko'rib turibsizmi? Ulug'bek aka ham ko'rib turibsizmi? Inshaalloh tilimizdan chiqqan so'z Xudo xolisa bo'ladi degan umiddaman. Ulug'bek aka birorta so'z qolib ketgan bo'lsa, yurtdoshlarga bemalol gapirishingiz mumkin. Xo'p, bemalol aloqaga chiqib, mana shu ekranga ko'rgan nomerlarda kamchilik bo'lgan bo'lsa, telefon qilib, kamchilikda so'rab, o'zlaringa savol javoblaring bo'lsa, keyin to'lov summalarni qanday amalga oshiramiz deydigan bo'lsalar, to'lov summalarini bank orqali yo'nsa shotdan shotga orqali o'tkazsalar ham bo'ladi. O'zgalarning ofisiga kelib, o'zimizning kassamizga o'zimizga uchrab, yana ma'lumotlar olib, bemalol to'lov amalga oshirishlar ham mumkin. Xudo xolisa sog' bo'linglar, salomat bo'ling do'stlar. Bizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.